Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Toshkent, Moskva hamda Sankt-Peterburg направлениясida avtobuslarimiz jo'nab bormoqda. Kimda kim shunday komfortabilniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, ishonch nomerlari ekranda turibdi. Eng yaxshilarini sizlarga tavsiya qilamiz azizlar. Avtobuslarga keladigan bo'lsak, avtobuslarimizda подозрительный лицо deb hech bir yo'lovchini qaytarmaydi. Avtobuslarda faqat o'zingiz aybingiz bilan qaytib kelasiz. Boshqa muammo bo'lmaydi akalar. Yuklarga keladigan bo'lsak, 60 kilogrammgacha yuklar положено. O'zbekiston tamoyisida avtobuslar, yuklar, akalar eshitib qo'yinglar, bular sizlar uchun ham tegishli. Hozir O'zbekiston tamoyisida hamma so'mkalarni tushirib o'tadi. Hatto suvimizni ham olib o'tamiz o'zimiz. Avtobus отдельный chiqadi, sizlar отдельный chiqasizlar. Rossiya tamoyisida tushirishga imkoniyat xohlasanglar tushiraverasizlar, faqat kutib olasizlar. Shuning uchun 300 rubl rasxoti bor. Rossiyada 300 rubl rasxotimiz bor. 300 rubl Rossiya territoriyasida. Rossiya kirayotganimizda Qozog'istondan chiqib ketish, Rossiyaga kirayotganimizda berib qo'ydim O'rinbekada. Rahmat. Anaqada